Orqamda Amazon kompaniyasining traki, bu Amazonni dastavka qiladigan traki. Ichidan hozir odam chiqib, mengami, qo'shnigami dastavka qiladi. Va bu trak Rivian'ni elektromobili, ya'ni elektrический mashina, elektr energiyada yuradi. Rivian kompaniyasi mana shunaqa va Rivian'ni boshqa modellarini, ya'ni odamlarga sotiladigan SUV, ya'ni Jeepga o'xshagan mashinalarni sotadi. Rivian kompaniyasi Tesla'ga o'xshab bozorga kirib keldi, elektrokar bo'lib, lekin Tesla'dan kech kirib keldi. O'shani hisobiga u unchalik katta daromad qila olmadi. Uni sotuvlari Tesla'nikidan ancha past, lekin mana hozir ko'rsataman, bu Rivian kompaniyasining traki juda ham yaxshi mashina chiqardi. Amazon 10,000 dona bunaqa mashinadan sotib oldi va undan keyinchalik yana sotib olish niyati bor. Menimcha dastavka kompaniyalari ham qiziqishyapti Rivian kompaniyasining mashinalariga, ya'ni elektrический traklariga. Kompaniyalarga buni katta afzalligi bu rasxod kamligi, ya'ni bu mashinaga benzin quyish kerak emas. Juda ham ko'p moy almashtirish va boshqa energiya resurs pul ketkazadigan vaqt kerak emas. Faqatgina kechqurun zaryadga qo'yish kerak. Va bundan tashqari maintenance past, ya'ni unga benzin quyish kerak emas, moy quyish kerak emas, moyni almashtirish kerak emas, remont qilish kerak emas. Bu elektrokarlar buzilishi nisbatan kam. Shuning uchun bu mashina juda ham yaxshi sotilyapti dastavka kompaniyalariga, ya'ni Amazon. Amazon o'zi ham Rivian'ga investitsiya qilgan va menimcha bu juda ham yaxshi investitsiya deb hisoblayman. Men ham Rivian'ga mana hozirgi vaqt investitsiya qilishni boshladim. Bu juda ham riski balandroq investitsiya. Bizga nimadir dastavka qilyapti. Tak, riski balandroq investitsiya, chunki bu nisbatan bozorda kam vaqt bo'lgan kompaniya, ya'ni uzoq vaqt, yillar davomida foydaga chiqmagan, ya'ni bozorni egallamagan kompaniya, ya'ni bozorni endigina egallab kelyapti. Shuning uchun bu kompaniya riski balandroq hisoblanadi. Lekin riski baland kompaniyalar daromadi ham balandroq bo'ladi. Chunki agar bu kompaniya hozir daromad ko'paygan sari, bozorni egallagan sari, bozorni ketish hozir ko'ringlar. Ya'ni bu kompaniya bozorni egallagan sari daromadi oshib boradi, revenue oshadi, qarzlar kamayadi va odamlar brendi oshgan sari, brendi kuchaygan sari bu kompaniyani aksiyalari ham o'sish boshlaydi. Va qachonki u kattaroq kontrakt qilgan, misol uchun FedEx bor, UPS bor yoki USPS bor, o'sha organizatsiyalar bilan, kompaniyalar bilan kontrakt qilib, keyingi 10,000 ta yoki 20,000 ta trak sotib olaman degan kontrakt bo'lsa, avtomatik buni aksiyalari ko'tarishni boshlaydi va bir necha barobar ko'tarish ehtimoli bor. Hozirgi vaqt menimcha Rivian'ni aksiyalari nisbatan intrinsic value deydi, ya'ni o'zini realniy narxi juda ham yaxshi deb hisoblayman va kichkina miqdorda bunga investitsiya qildim, chunki risk ham bor. Har doim risk bor va daromad bor. Katta risk, misol uchun kriptoga investitsiya qilgandan ko'ra, mana men mashinani chiqaradigan kompaniyaga investitsiya qilardim. Chunki buni kompaniyani ham 10 barobar oshishi mumkin narxi. Kriptoni ham 10 barobar oshishi mumkin. Lekin bu kompaniya bankrot bo'lib ketishi, u kriptoga yoki boshqa riski baland penny stocklar bor, misol uchun, ularda o'zingiz bilmaydigan qanaqa daromad qilyapti, nima qilyapti, daromadi bormi, yo'qmi kompaniyaga investitsiya qilgandan ko'ra, mana bunaqa realniy kompaniyaga investitsiya qilish men uchun afzal hisoblanadi. Shuning uchun xuddi shunaqa kompaniyalarga kichkina miqdorda investitsiya qilaman. Riski balandroq bo'lsa, ketdi. Riski balandroq bo'lsa ham, foydasi ham, aksiyani ko'tarishi ham balandroq bo'ladi. Shuning uchun bunaqa kompaniyani aksiyasini kichkina miqdorda sotib olaman. Kichkina miqdorda katta daromad berish mumkin yoki kichkina miqdorda kam narxi tushishi ham mumkin. Lekin har doim bitta narsa bor. Kompaniya aksiyasiga ikkita faktor bor. Bitta faktor bu narxi, ya'ni to'g'ri vaqt investitsiya qilish, narxi past bo'lganida, to'g'ri vaqt bo'lganida investitsiya qilish kerak yoki kompaniya juda ham yaxshi daromad olib kelayotganda, stabilniy bo'lganda, faqat o'sib borayotgan kompaniyaga investitsiya qilsa, u ham to'g'ri investitsiya bo'ladi. Lekin buni detallari juda ham ko'p, buni bitta videoda tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun men kichkina video qilib, mana shu Rivian kompaniyasi haqida video qo'ygim keldi va bo'lishim keldi.
Nadeyus qanaqadir ham foydali ma'lumot bo'ldi. Bunaqa videolar, foydali videolarni ko'proq bo'lishini xohlasanglar, motivatsiya uchun subscribe qilib qo'yinglar, chunki menga qancha ko'p odam subscribe qilsa, shunchalik ko'p motivatsiya bo'ladi va shunchalik ko'p foydali ma'lumot chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga foyda bo'lishi uchun subscribe qilib eshitsangiz chiqmasin. Hammaga rahmat.